Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan va hamma bilishi kerak bo'lgan top 10 ta plagin haqida darsni tayyorlaganmiz. Uni bu bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, plagin o'zi nima? Plagin bu ma'lum bir vazifani bajarish imkonini beruvchi kodlar to'plami hisoblanadi. Videoni ko'p cho'zmagan holatda sizlar bilan birinchi plaginimizni tanishib chiqishdan boshlaymiz. Xo'p, buning uchun plaginlar bo'limiga kiramiz. Bu yerda biz o'rnatgan plaginlar ro'yxati ko'rinib turadi va bu yerdan добавить plaginni bosamiz. Bosgan paytimizda, ya'ni odatda plaginlarning hammasi shu yerda ko'rinadi. Biz birinchi plaginni tanishdan boshlaymiz. Birinchi plaginimiz SEO plagini hisoblanadi. Bu plaginimiz saytimizni qidiruv tizimlarida, misol uchun Google'da qidiruv tizimlarida chiqish imkonini beruvchi, ya'ni plagin hisoblanadi. Bu juda ham yaxshi SEO uchun juda ham yaxshi plagin hisoblanadi. Bularga alternativ holatda qilishimiz mumkin. Ya'ni plagin alternativ plaginlardan biri Rank Mass SEO va All in One SEO plaginlari. Ko'rib turishingiz mumkin, Yoast SEO plagini 10 million marta ya'ni ustanovka bo'lgan. Bular esa ikkalasi esa 3 milliondan ustanovka bo'lgan. Uchalasi ham juda yaxshi plaginlardan hisoblanadi va eng afzali Yoast SEO plagini hisoblanadi. O'zim ham xuddi shundan foydalanaman. Keyingi plaginimiz Elementor, ya'ni konstruktor page builder hisoblanadi. Elementor. Bu plaginimiz ham juda ham yaxshi plagin hisoblanadi. Ko'plab saytlar Elementor yordamida tayyorlanadi. O'zim ham Elementordan juda ham ko'plab holatda saytlarda foydalanaman. Bu page builderimiz, ya'ni konstruktorimiz vizual uchun juda ham qulay va juda ham aqlli ishlangan hisoblanadi. Mana ko'rib turishingiz mumkin, 10 milliondan ortiq ustanovka bo'lgan. Bu esa unga qo'shimcha holatda plaginlar hisoblanadi. Misol uchun element kitslar, o'sha elementorning qo'shimcha addonslari hisoblanadi. Va bunga Elementorga alternativ holatda WP Bakery yoki Bizini ham bunga alternativ qilsak bo'ladi. Keyingi plaginimiz WooCommerce plagini, ya'ni internet magazinlar. Hop. WordPress saytlarida, ya'ni asosan internet magazinlarda asosan, ya'ni 100% holatda WooCommerce plagini orqali qilinadi. Chunki WooCommerce'ni hozircha alternativ varianti yo'q. Internetim ozroq sekin bo'lganligi uchun menda загрузка bo'lishi ozroq qiyin bo'lyapti. Mayli, chiqsa yo'q, ko'ramiz mana. Ya'ni aytib o'tganimdek, internet magazinlarida 100% qismi shu WooCommerce'da qilinadi. Bu 8 milliondan ortiq ustanovka bo'lgan. Ya'ni internet magazinlar shu plagin yordamida qilinadi. Xo'p, keyingi plaginimiz Contact Form. Contact Form SEM. Mana ko'rib turibsiz. Contact Form SEM bu qanday plagin? Bu ya'ni poliyalar, ya'ni bizdagi обратный связь, ya'ni saytimizdagi обратный связьda, ya'ni poliyalar uchun juda ham bir qulay bo'lgan va juda ham bir yaxshi ishlaydigan plaginlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bizdagi saytdagi ma'lumotlarni, saytdagi, ya'ni klient tomonidan yuboriladigan, ya'ni siz bilan biz bilgan ism, telefon raqam, manzil, shularni bizga yuborish uchun kerak bo'ladigan plaginlarning biri. Xo'p, bunga alternativ holatda qilishimiz mumkin. WP Forms ko'rishimiz mumkin. Bu 10 million marta tortilgan, bu esa 10 milliondan ko'proq, bu esa 6 milliondan ko'proq. Ikkalasi ham juda ham yaxshi plaginlar hisoblanadi. Xo'p, keyingi plaginimiz Classic Editor. Classic Editor plaginimiz bu, ya'ni nomi bilan klassический editor, ya'ni konstruktorlardan biri hisoblanadi. Ya'niki redaktor, siz bilan biz ko'rganimizdek, ya'ni saytdagi redaktor bo'limini bizga chiroyliroq dizaynda qilib berish imkonini beruvchi plagin hisoblanadi. Undan keyingi plaginimiz Classic Widget plagini hisoblanadi. Bu plaginimiz esa saytdagi, ya'ni sidebar qismi, o'ng taraf yoki chap tarafda chiqadigan sidebar qismini chiroyli vizual holatda, bizga qulay holatda chiqarib beruvchi plagin hisoblanadi. Xo'p, keyingi plaginimiz qaysi plaginimiz? Bu Smash, ya'ni saytdagi, ya'ni siz bilan biz yuklayotgan rasmlarni
optimizatsiya qilib berish imkonini beruvchi lazy load rasmlarga lazy load qo'yib berish imkonini beruvchi plagin hisoblanadi. Ya'ni rasmlarni web va AVI formatlarga keltirib beruvchi plagin hisoblanadi. Bu juda ham yaxshi plagin hisoblanadi. Bunga alternativni qilib resmash qilishimiz mumkin yoki resmash bu ya'ni rasmlarni original holatga qaytarib beradi. Xo'p. Keyingisi Robin Image Optimizer. Ya'ni rasmlarni optimizatsiya qilish imkonini beruvchi plaginlar hisoblanadi. Xo'p, endi saytimiz uchun cache plaginiga keladigan bo'lsak, bizda cache uchun qaysi plagin, ya'ni Lightspeed pluginni tavsiya qilishimiz mumkin. Lightspeed pluginni, ya'ni saytimizdagi tezroq ishlash imkonini beruvchi, ya'ni cache'ga saqlab olish imkonini beruvchi plagin hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, Lightspeed cache plugini 7 milliondan oshiq o'rnatilgan. Bunga alternativ holatda yonidagi, ya'ni Really Simple Security ni bunga misol qilishimiz mumkin, ya'ni bunga sherik qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam WP-Face cache yoki bo'lmasam Super Page cache. Eng optimal varianti va eng yaxshi varianti, o'zim ham shuni ishlataman, Lightspeed cache plugini juda ham qulay va juda ham vizual jihatda chiroyli holatda saytimizni qilib beradigan pluginlardan biri hisoblanadi. Hop, keyingi pluginimiz WordFence. Bu pluginimiz nima vazifani bajarib beradi? Bu pluginimiz, ya'ni saytga kirib kelayotgan har qanday, ya'ni aytaylik, kiber hujum yoki saytni saqlovchi, защита qilib berish imkonini beruvchi firewall, ya'ni plugin hisoblanadi. Ya'ni bu saytga turli xil, ya'ni ataka deymiz, ya'ni turli xil atakalardan himoya qiluvchi plugin hisoblanadi. Xo'p, bunga yana qo'shimcha qilishimiz mumkin, ya'ni buni yana addonslarga o'xshagan, ya'ni WordFence Assistant yoki WordFence Login Security ham bunga qo'shimcha qilishimiz mumkin, ya'ni qo'shimchalarimizni o'rnatishimiz mumkin. Va oxirgi siz bilan biz ko'rayotgan pluginlarimizdan biri bu Google Kit. Bu plugin har bitta saytda bo'lishi kerak deb hisoblayman, sababiki bu Site Kit by Google Analytics, ya'ni bu biz saytimizni Google'ga, ya'ni SEO orqalidan, ya'ni Search Console orqali o'tkazganimizdan keyin bizda saytimizni qayerdan qancha odam kiryapti va saytni holati qanday holatda bo'lganligini bu plugin bemalol ko'rsatib beradi. Sizlar bilan bugun top 10 ta plugin haqida ko'rib chiqdik. Agar videolar qiziq bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.